Ramazon muborak bo'lsin birodarlar. Intiqib siz bilan biz xursandchilik bilan kutgan muborak oy keldi. Tahqiq ustingizga Ramazon oyi keldi. Muborak oy. Iftaradallohu alaykum siyamahu. Alloh uning ro'zasini sizlarga farz qildi. Yuftahu fihi abwabul janna va yughlaqu fihi abwabul jahim. Bu oyda jannat eshiklari ochiladi, jahannam eshiklari berkiladi. Va tughallu fihi shayatin. Shaytonlar bu oyda bog'lanadi. Fihi laylatun khayrun min alfi shahrin. Unda 1000 oydan afzal bo'lgan bir kecha bor. Qadr kechasi. Man hurima khayroha faqat hurim. Mana shunday muborak oyni xayriyatidan kim mahrum bo'lgan bo'lsa, haqiqatan mahrum. Bu kelayotgan oyni xursandchilik bilan kutib olish yoki unga siqilishlik bu ikkita narsaga bog'liq. O'lchov va tushuncha. Qilayotgan ishingiz haqida tasavvuringiz to'g'ri bo'lsa, shu ishni qilayotganingizda sizga u ish huzur beradi. Qiylanib topgan pulingizdan sadaqa beryapsiz. Qiylanib topgan pulingizdan zakot beryapsiz. Agar nima qilayotganligingiz haqida tasavvuringiz to'g'ri bo'lsa, u berishlik sizga huzur bag'ishlaydi, xuddi olishlik huzur bag'ishlaganidek.